Endi siz ishga e, ova- o- olishni boshlasangiz yangi xodimlarni ishga kelishda birinchi o'rganadigan narsangiz, masalan, xodimni shu vakansiyasini qaysidir bir saytlarga joylaysiz va o'rganadigan narsangiz bu ularni rezyumelari bo'ladi. Rezyume deymiz yoki bo'lmasam ingliz tilida CV deymiz. Bu o'sha xodimni ismi, kontakt raqami, qaysi oliygohlarda o'qigani yoki bo'lmasam qaysi kurslarda o'qigani va qaysi ishlarda qaysi pozitsiyalarda ishlaganini hammasi yozilgan bo'ladi. Va rezyumeni ko'rish natijasida siz uni hayotiy tajribasini ko'rasiz. U qayerda o'qigan, qayerda ishlagan va u ishida qaysi pozitsiyada bo'lgan, nima natijalarga erishgan. Qanchalik rezyume ma'lumoti ko'p bo'lsa, bu degani shunchalik shu mutaxassis shu rezyumega ko'p e'tibor berdi. Bu degani shu mutaxassis demak o'z ishiga yoki bo'lmasam qilayotgan ishida qanaqa natijalarga erishganini rezyumeda yozishi kerak. Masalan, aytsaki, mana yaxshi kandidatlar rezyumeda, masalan, aytaylik, kimdir Beeline kompaniyasida ishladi, menejer bo'lib. Nima ishlar qildi va nima natijalarga erishganini ko'rsatadi yaxshi mutaxassislar. Faqat qayerda ishlaganini yozib qo'ymaydi. Va qanaqa qilib analiz qilishimiz kerak biz rezyumelarni. Rezyumeni demak birinchidan yozilish stili, dizayni, masalan, qanaqa qilib rasmi bormi o'sha odammi, yo'qmi, rasmini ham ko'rish imkoni bo'ladi bizda. Va rezyumeda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan bir qancha muhim jihatlari bor. Masalan, xodimni qarashimiz kerak, qayerlarda ishlagani va bu ishlagan joylari va ishlagan pozitsiyalari bizani hozirgi pozitsiyamizga yoki bo'lmasam bizni hal qilish kerak bo'lgan muammoga to'g'ri keladimi, yo'qmi, buni qarashimiz kerak. Uni o'qigan joyi va o'qigan kurslari bizani muammoni hal qilishga to'g'ri keladimi, yo'qmi, buni qarashimiz kerak. Shunda kandidatlar, ya'ni o'sha ishga kirmoqchi bo'lganlar underqualified bo'ladi yo overqualified bo'ladi. Nima degani? Bu underqualified degani tajribasi yetarsiz bo'ladi. Ya'ni bizda ochgan pozitsiyamizda, masalan, biz marketing menejer olmoqchimiz. Marketing menejerga, bizani kompaniyaga uni tajribasi yetarsiz bo'lishi mumkin. Va aytishimiz mumkin, bu xodim bizga to'g'ri kelmaydi. Chunki uni tajribasi, masalan, marketingda emas, u oddiy dizayner bo'lgan, balki marketolog bo'lmagan va bu bizga to'g'ri kelmaydi deyishimiz mumkin. Endi biz marketolog olamiz va kelayotgan biz uchun xodim 3-4 ta mashhur kompaniyalarda marketing menejer, keyin marketing direktor bo'lgan. Bizani kompaniyamiz, startapimizni bundoq qarashimiz mumkinda, bu katta kompaniyalarda marketing menejer bo'lgan ekan. Bu bizani kichik kompaniyaga kelib zerikib qolishi mumkin. Overqualified, demak, juda tajribasi katta. Bizda agar zerikib qolsa, biz bunga kerakli, masalan, shu ish topib bera olmasak va yoki byudjet bera olmasak marketingga, demak, bu xodim tez bizdan ko'ngli sovib ketadi. Va har qanday xodimni tez kelib ketishi kompaniya madaniyatiga va kompaniyadagi ishchilarni ruhiyatiga ta'sir qiladi. Chunki ani keldi, ketdi. Demak, bizning ishxona yaxshi emas ekan degan fikr paydo bo'ladi. Shuning uchun rezyumeni o'qiyotganda siz to'g'ri baholashingiz kerak. Bu to'g'ri keladimi? Bu to'g'ri keladimi? Ya'ni bilimlari va tajribasi bizga yetarlimi deb, yoki bo'lmasam bu bilimlari va tajribasi yetarlidan ortiqmi deb. Agar ortiq bo'lsa ham olinmaydi. Chunki sizning kompaniyangizda bunaqa odamlar uzoq turib qolmaydi va ertaga u olgan odamingiz ham sizdan norozi bo'ladi ketayotganda va siz ham shu qanaqadir vaqt pul to'laysiz, balki natijaga erishmaysiz va siz ham bundan norozi bo'lib qolishingiz mumkin. Keyingi e'tibor beriladigan narsa rezyumeda bu ishlash vaqtlari. Ayrim rezyumelarni qarasangiz, xodimlar masalan bitta kompaniyada 6 oy ishlagan, keyingisida 1 yil ishlagan, keyingisida 3 yil ishlagan, keyingisida yana 2 yil ishlagan va juda ko'p kompaniyada ishlab chiqqan. Bu ham savol tug'dirishi kerak. Nimaga bu xodim juda tez kompaniya o'zgartiradi? Shunaqa xodimlar bor, kompaniyani juda tez o'zgartirganlar bor.
bularni job hopperlar deydi. Ya'ni job degani ish, hopper degani sakrovchi degani ishdan ishga sakrovchilar. Bular bitta joyda ko'p turmaydi. Doim bitta joyda ishlayotganda yana boshqa imkoniyatlarni qarab yuradi va bunaqa xodim sizga kerakmi, yo'qmi, bu savolga ham o'zingiz javob berishingiz kerak. Sizga kelib, ya'ni yarim yildan keyin hali natijaga erishmasdan bu xodimlar yana boshqa kompaniyaga o'tib ketishi mumkin. Yoki bo'lmasam keladi, ularni o'zini intervyuda yoki bo'lmasam ishga kirayotganda o'zini chiroyli ko'rsatadi, lekin ularni ish berishi, natija berishi juda past bo'ladi. Va bunaqangi xodimlar bitta ishdan boshqa ishga sakraydi. Shuning uchun e'tibor bering, qancha ishladi. Kamida masalan 2-3 yil ishlagan bo'lsa bitta kompaniyada bu yaxshi hisoblanadi. Boshida masalan ish tajribasini boshida 1 yil yoki yarim yil ishlab o'zini ishini qidirgan bo'lishi mumkin, lekin oxirgi ishlarida 2-3 yil va undan ko'p ishlagan bo'lsa, bu yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Shu dasturchilar olayotganingizda ham shunga e'tibor bering. Shunaqangi dasturchilar bor, bu dasturchilar bir savdogar dasturchilar. Ular hatto $100-200 ko'p oylik bersa, boshqa ishga o'tib ketishga tayyor. Va ular o'tda ishlaydi, bo'tda ishlaydi, sakrab yuradi. Shuning uchun rezumeda qarang, qancha vaqt u oldingi kompaniyada ishladi. Va shu rezumega qarab o'zlari ham so'rasa bo'ladi. Shu kompaniyadan nimaga ketding deb. Endi rezumedagi ma'lumotlarni ko'rdingiz, bilingki, juda ko'p kandidatlar, juda ko'p insonlar rezumeda o'zini ma'lumotlarini bo'rttirib yozadi. Ayrim xodimlar aldab yozadi yoki bo'lmasam o'zi qilmagan ishlarni ham o'zi qildim deydi. Men bunga nimaga aytaman? Bizada masalan MyTaxi'da, Express24'da ishlab ketgan xodimlar bor. Bir xil xodimlar kelganda 1 oy ishlagan, test periodidan, ya'ni sinov muddatidan o'tmagan ketgan va boshqa kompaniyaga borganda shu MyTaxi'da men shunaqa qildim, men bu loyihani qildim. MyTaxi'ni masalan shunaqangi bir natijaga erishishiga men sababchi bo'lganman, men buni boshqarganman, masalan marketingni boshqarganman deydi. Aslida o'sha xodimni oti o'zi ko'rinishi ham esimizda bo'lmaydi, chunki u xodim juda qisqa muddatga kelib, masalan to'g'ri kelmagan bo'ladi va sinov muddatidan o'tmagan bo'ladi. Ayrim xodimlar masalan keladi, masalan marketing bo'limida yoki bo'lmasam aytaylik haydovchilar bilan ishlovchi bo'limda yordamchi bo'lib ishlaydi va u o'zini boshlig'ini qilgan ishlarini o'ziga shu rezumesiga yozib oladi. Va keyingi joylarga borganda ham ishga olishadi. Men so'rayman, bir xil tanishlarimizga ishga oladi. Sanda men o'sha tanishlarim MyTaxi'da shu xodim shunaqa qilgan ekansiz, yo'q, umuman qilmagan. Bu odam bizni bo'shatib yuborganmiz, ish eplolmaganiga deyman. Nimaga so'ramadinglar deyman. Shuning uchun rezumelarda ma'lumotlarni ko'pchilik o'zini chiroyli ko'rsatishga harakat qiladi va bir qiziq gap ham bor. Rezumemni o'qib o'zim yig'lab yubordim. Shunaqa yaxshi odam ekanman degan gap bor. Ya'ni odamlar rezumeda shunaqangi o'zini chiroyli yozadiki, aslida masalan uni tekshirishi mumkin, rostdan ham shunaqami yo'qmi. Bir xil, lekin juda ko'p o'zini talanti yoki bo'lmasam yutuqlari bo'ladi, ularni yozmaydi, balki kamroq narsa yozadi. Endi shu tekshirish yo'llari bor. Masalan, eng yaxshi yo'li tavsiya olish. So'rasangiz bo'ladi. Sen mana shu ishlagan ekansan, oxirgi joying. Mana shu joyda kim senga tavsiya bera oladi? Yoki senga oldingi ishxonalaringdan kim tavsiya bera oladi? Boshlig'ing tavsiya bera oladimi deb va o'sha odamga erinmasdan qo'ng'iroq qilib tavsiya so'rashni maslahat beraman. Chunki agar odam yomon bo'lsa yoki bo'lmasam u odamdan masalan yomon bo'lsa-yu, o'sha boshlig'i yoki bo'lmasam rahbari yomon gapirgisi kelmasa ham, ishlardi, nimadirlar qildi deb masalan maqtamaydi. Yaxshi odamni maqtashadi. Agar yaxshi ketmagan bo'lsa yoki bo'lmasam yaxshi natijalarga erishmagan bo'lsa, maqtamasligi mumkin. Bu har doim emas, ayrimlarida masalan rahbari o'zi yaxshi bo'lmasligi ham mumkin, lekin buni ochiq savollar berish orqali bilib olsa bo'ladi. Ochiq savollar qanaqa bo'lishini bu haqda ham to'xtalamiz.